Ko'plab fantastik filmlarda yulduzlar aro kemalar butun galaktika bo'ylab uchib yurganda yoki aqldan ozgan yovuz qahramonlar butun boshli sayyoralarni yo'q qilayotganda ishlatadigan asosiy modda antimateriya ekanligini bilasizmi? Antimateriya ko'plab ilmiy tajribalarda mavjudligi isbotlangan. Lekin biz hali undan amaliy va keng ko'lamda foydalanish davridan juda uzoqmiz. Nazariyada nihoyatda ulkan energiya manbai bo'lib ko'ringan bu modda amalda nihoyatda murakkab va qimmat texnologiyalarni talab qiladi. Yaxshilab joylashib olinglar. Bugungi videoda antimateriya nima ekanini va uni nega cheksiz energiya manbai deb atashlarini ilmiy asosda ko'rib chiqamiz. asrning ikkinchi yarmida butun dunyo olimlari olamning asosi nimaligini tushunishga intilishardi. O'sha paytda mashhur bo'lgan efir nazariyasiga ko'ra, butun koinotni hamma narsani o'zaro bog'lab turuvchi ko'rinmas zarralar to'ldirgan edi. 1892-yilda matematik Karl Pearson o'zining Fan grammatikasi kitobida efirni 4-olamdan oqib keluvchi oqimlar deb atadi. Pearson bu oqimlarni 4-o'lchamda yashiringan sirli manfiy materiya harakatga keltirishini aytdi. 1898-yilda elektron kashf qilingandan so'ng fizik Arthur Schuster bu tushunchani yanada kengaytirdi. U butun koinot mukammal muvozanat va simmetriyadan iboratligiga ishonardi. Agar elektron manfiy zaryadga ega bo'lsa, demak uning musbat zaryadli egizagi antielektron ham mavjud bo'lishi kerak edi. Schuster koinotdagi ba'zi ulkan obyektlar aynan mana shu antimateriyadan tashkil topgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Shuningdek, u ilm-fan tarixidagi eng dahshatli tushunchalardan birini, annigilyasiya nima ekanligini tavsiflab berdi. Agar oddiy materiya va antimateriya bir-biriga tegib ketsa, ular bir-birini butunlay yo'q qiladi va borliqni larzaga keltiruvchi mislsiz energiya ajralib chiqadi. Lekin bu ta'rif hali mukammal nazariya emas, bor yo'g'i fikrlash mahsuli edi. Schuster hamkasblari esa bu g'oyaga shubha bilan qarashdi, lekin ko'p o'tmay u haqiqatga juda yaqin bo'lgani ma'lum bo'ldi. 20-asr boshlarida fizika fani haqiqiy boshi berk ko'chaga kirib qolgan edi. Borliqni tasvirlashi kerak bo'lgan efir nazariyasi tajribalar oldida ojiz qoldi. 1920-yillarda ilm-fan sahnasiga mikro olamni o'rganuvchi kvant mexanikasi hamda makro dunyoni tushuntiruvchi nisbiylik nazariyasi chiqdi. Olimlar bu ikki dunyoni ulkan tezliklar va atom ichidagi kichik masofalarni birlashtirishga qaror qilishdi. Tez orada yangi mexanikalarni bog'lovchi tenglamalar yaratildi. Ammo bu tenglamalar aql bovar qilmaydigan jumboqlarni keltirib chiqardi. Hisob-kitoblar manfiy energiyaga ega bo'lgan sirli zarrachalar borligini ko'rsatardi. Ana shu jumboqni yechishga ingliz fiziki Paul Dirac katta hissa qo'shdi. Aynan Dirac subatom darajasidagi jarayonlarni tasvirlash imkonini beruvchi ajoyib matematik usulni taklif qildi. U o'z formulalari yordamida kvant maydonini ta'riflab berdi. 1927-yilda esa Dirac nisbiylik nazariyasini mikrodunyo uchun qo'lladi. Bu mehnatlari unga 5 yildan so'ng Nobel mukofotini keltirdi. Biroq u qilgan kashfiyot olimlar oldida juda qiyin savol qo'ydi. Diracning formulalari faqat koinotdagi modda miqdori antimateriya miqdoriga teng bo'lsa to'g'ri bo'lar edi. Ammo bu kuzatuvlarda tasdiqlanmasdi. Aks holda dunyoni tinimsiz portlashlar va ulkan energiya ajralib chiqishi to'ldirib turgan bo'lardi. Bu jumboqni yechish uchun olim Dirac dengizi deb ataluvchi gipotezani ilgari surdi. Bu modelga ko'ra butun fazo ko'rinmaydigan elektronlar bilan to'lib toshgan. Agar ularga tashqaridan energiya ta'sir qilsa, elektron ko'rinmas darajadan ko'rinadigan darajaga o'tadi. Uning o'rnida esa o'ziga xos teshik qoladi. Bu teshikning massasi elektron bilan bir xil, lekin zaryadi unga qarama-qarshi bo'lishi kerak edi. Aynan shu teshik keyinchalik antielektron ekanligi ma'lum bo'ldi. Agar elektron va antielektron to'qnashsa, elektron yana o'sha teshikni to'ldiradi va ko'rinmas holatga qaytadi. Bunda u avval qabul qilgan barcha energiyasini yana qaytarib chiqaradi. Lekin 20-asrning 30-yillarida fizika faqat 3 ta zarrachani, foton, elektron va protonni bilar edi. Shu sababli Dirac o'sha teshikni proton deb o'yladi. Ammo hamkasblari bunga ishonishmadi. Chunki proton elektrondan 2000 marta og'irroq edi va nima uchun vaznda bunday katta farq borligi jumboq bo'lib qolayotgan edi. Agar Dirac haq bo'lsa, vodorod atomi elektron va o'sha sirli teshikdan iborat bo'lib chiqardi.
Tabiat qonunlariga ko'ra esa elektron har doim pastroq energiyaga intiladi. Natijada u protonga urilib, o'sha zahoti portlab yo'q bo'lib ketishi kerak edi. Keyinchalik atom bombasi otasi deb atalgan yosh fizik Robert Oppenheimer buni hisoblab, Dirik haq bo'lsa, vodorod atomi sekundning milliarddan bir bo'lagicha ham yashay olmasligini ko'rsatdi. Natijada Pol Dirikning o'zi ham proton bu teshik bo'la olmasligini tushunib yetdi. 1931-yilning sentyabrida bu teshik fizikaga hali noma'lum bo'lgan mutlaq yangi zarracha degan gipoteza ham ilgari surildi. Uning vazni elektron bilan bir xil, ammo zaryadi unga teskari bo'lishi kerak edi. Dirikning fikricha, bunday zarrachalarni laboratoriyada, vakuum sharoitida olish mumkin edi. U tasvirlagan va pozitron deb nomlangan bu zarracha aslida u bashorat qilishidan biroz avvalroq aniqlangan edi. Qo'shimchasiga, Dirik protonlarni ham o'ziga xos manfiy energiyali holatlari, ya'ni aks zarralari bo'lish kerakligini bashorat qildi. 1929-yilda sovet fiziki Dmitriy Skobeltsin koinot nurlarini o'rganayotib, xuddi elektronga o'xshash, ammo musbat zaryadlangan zarralarni ko'rib qoldi. Afsuski, u Dirikning nazariyasidan bexabar edi. Shuning uchun ham u o'z kuzatuvlarini tushuntirib bera olmadi. 1932-yilda esa amerikalik Karl Anderson bunga erishdi. U koinot nurlarini o'rganib, pozitronlarni rasman qayd etdi. Shunday qilib, Dirik va Shusterning nazariyalari amalda o'z isbotini topdi. 2 yil o'tib, Irene va Frederick Joliot Curie turli moddalarning parchalanishi natijasida ham pozitronlar hosil bo'lishini aniqlashdi. O'shanda muhandis Charles Janet tomonidan antimateriyani tasvirlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan yangi kimyoviy elementlar jadvali ham taklif qilindi. Ammo to'liq antiatomni yaratish uchun pozitrondan tashqari antineytron va antiprotonlar ham kerak edi. Ularni topish esa ancha qiyin kechdi. Antiproton faqatgina 1955-yilda Kaliforniyadagi maxsus bevatron tezlatkichida olindi. 1 yil o'tib, antineytronlarni borligi ham tajribalarda aniqlandi. 1965-yilda Yevropa yadro tadqiqotlari markazidagi olimlar antiproton va antineytrondan tashkil topgan deuteriy yadrosini sun'iy ravishda sintez qilishga muvaffaq bo'lishdi. Bu insoniyatning olam sirlarini anglash yo'lidagi ulkan g'alabasi bo'ldi. Pol Dirik tomonidan yaratilgan nazariya kuzatuvlar va tajribalar orqali o'z isbotini topdi. Antimateriya haqiqat bo'lib chiqdi. Bundan esa koinotda butunlay antimateriyadan tashkil topgan sayyoralar, yulduzlar va hatto galaktikalar mavjud bo'lishi mumkin degan xulosa kelib chiqardi. Agar koinotdagi simmetriya qonuni ishlasa, bunday obyektlar soni oddiy materiyadan kam bo'lmasligi kerak edi. 1940-yilda amerikalik fizik Vladimir Rajanskiy aynan shu haqda yer moddalariga o'xshamaydigan materiyaning mavjudligi haqidagi gipoteza nomli maqolasini chop etdi. Fizik butun koinot antimateriya bilan to'lib toshganiga ishonardi. Ammo uning fikricha, bizning quyosh tizimidagi antimateriya 4,5 milliard yil oldin oddiy modda bilan to'qnashib yo'q bo'lib ketgan edi. Shu bilan birga bizga koinotdan uchib kelayotgan kometalar va meteoritlar orasida ham antimateriya bo'laklari bo'lishi mumkin degan fikrni ilgari surdi. Astronom Lincoln Lapas esa bu g'oyani qo'llab-quvvatladi. Uning aytishicha, bu nazariya orqali Yerdagi ba'zi kraterlarda nima uchun meteorit qoldiqlari topilmasligini tushuntirish mumkin edi. Chunki bunday meteoritlar Yerga tegishi bilan bir lahzada annigilyasiya tufayli butunlay yo'q bo'lib ketgan. Oxir-oqibatda antimateriya g'oyasi fantastlargacha yetib bordi. Jack Williamson 1942-yilda To'qnashuv orbitasi nomli asarini yozdi. Unda muhandis Jim Drake magnit maydonlari yordamida antimateriyadan iborat asteroidlarni qanday boshqarishni o'rgangani tasvirlangan edi. 1951-yilda esa Antimateriya kemasi nomli kitob ham chop etildi. Natijada antimateriya mavzusi insoniyatning kosmik kelajagi haqidagi har bir fantastik asarning ajralmas qismiga aylandi. Masalan, Star Trek franshizasidagi mashhur Enterprise kemasi aynan antimateriya annigilyasiyasidan hosil bo'ladigan energiya yordamida koinot bo'ylab sayohat qiladi. Fiziklar va fantast yozuvchilar bir haqiqatni juda yaxshi anglab yetishgandi. Antimateriyaning hatto eng kichik bo'lagi ham tasavvur qilib bo'lmas darajadagi dahshatli qurol edi. Bunday halokatli portlovchi qurilmalar Dan Brownning mashhur Farishtalar va shaytonlar asarida ham ishlatilgan. Undagi voqealarga ko'ra, ayyor kardinal Vatikanni shantaj qilish uchun CERN laboratoriyasidan o'g'irlangan 4 gramm antimateriyadan foydalanadi. Bu kitob va u asosida olingan film jamoatchilik ongiga shunchalik kuchli ta'sir qildiki, hatto CERN mutaxassislari antimateriya borasida maxsus bayonot bilan chiqishga majbur bo'lishdi.
Olimlar kitob va filmdagidek holat amalda mutlaq imkonsiz ekanini, antimateriyani uzoq vaqt saqlab, uni bir joydan ikkinchi joyga tashib bo'lmasligini ta'kidlashdi. Shunga qaramay, Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy doiralari antimateriyadan ulkan vayronkor kuch sifatida foydalanishga qayta qiziqish bildirishmoqda. Masalan, 2004-yilda snayper miltig'i uchun mo'ljallangan pozitronli o'q loyihasi ko'rib chiqildi. Bir dona bunday o'qning narxi $600,000 ga baholandi. Lekin bu pulga o'qning himoya qobig'i narxi kirmas edi. Eng qizig'i, loyiha mualliflarining o'zlari ham bu o'qning himoya qobig'i qanday tuzilishi kerakligini aniq bilishmas edi. 2012-yilda paydo bo'lgan boshqa bir loyihada esa antiprotonlardan yadro parchalanishi jarayonini tezlashtirish uchun foydalanish taklif qilindi. Bu usul plutoniy yoki uran asosidagi yadro qurilmalarining og'irligini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Bunday texnologiya kelajakda nafaqat qurol, balki koinot kemalarini mislsiz tezlikda harakatlantirish uchun ham juda foydali bo'lishi mumkin. Antimateriya bizga siz o'ylaganingizdan ko'ra ko'proq yaqin. Inson tanasi ham antimateriyani, aniqrog'i pozitronni chiqaradi. Buning sababi esa tanamizdagi kaliy 40 izotopidir. Ammo tabiat bizga kutilmagan syurprizlar ham tayyorlab qo'ygan. Antiproton va antineytronni kashf qilgan olimlar Nobel mukofotini olishdi va o'sha paytda butun dunyo matbuoti bu haqida to'lqinlanib yozdi. Annigilyasiya yordamida bitmas tuganmas energiya manbasini qo'lga kiritishga oz qoldi degan xayollar kuchayib ketdi. Hisob-kitoblarga ko'ra 1 kilogramm modda va 1 kilogramm antimateriya o'zaro ta'sirlashganda 43 megatonna trotil portlashiga teng energiya ajralib chiqadi. Bu energiya og'irligi 26,5 tonna bo'lgan dahshatli tsar bomba termoyadro qurilmasining kuchiga tengdir. Shuning uchun 1950-yillardagi futurologlar kelajakda elektr stansiyalari va yulduzlar aro kemalar aynan shu energiya bilan ishlashini bashorat qilishgandi. Fotonli dvigatel g'oyasini avstriyalik olim Egon Zenger ilgari surdi. U tarixda 3-Reyx aviatsiyasi uchun kumush qush deb nomlangan qit'alar aro bombardimonchi samolyotni loyihalashtirgan muhandis sifatida dunyoga tanilgan edi. 1956-yilda Zenger fotonli raketa mexanikasi haqidagi jiddiy ilmiy asarni chop etdi. Zengerning g'oyasi modda va antimateriya to'qnashganda o'ta yuqori energiyali fotonlar hosil bo'lishidan foydalanish edi. Agar bu nurlarni o'ta kuchli qaytarish xususiyatiga ega yuzaga, ya'ni mukammal ko'zguga yo'naltirsa, reaktiv impuls paydo bo'ladi. Natijada bu orqali yorug'lik tezligiga juda yaqin tezlikda harakatlanish ham mumkin bo'lardi. Biroq keyinchalik ma'lum bo'ldiki, annigilyasiya jarayonida faqat toza fotonlar hosil bo'lmas ekan. U yerda juda ko'p turli xil subatom zarrachalari paydo bo'lgani sababli ajralgan energiyaning 3dan 2 qismini dvigatel uchun ishlatib bo'lmaydi. Ammo eng katta to'siq antimateriyaning o'zini qo'lga kiritishda edi. Astronomlarning kuzatuvlari va koinotdagi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yaqin koinotda antimateriya mutlaq mavjud emas. Antimateriyani sanoat darajasida ishlab chiqarishning esa deyarli iloji yo'q. Uni faqat ulkan zarracha tezlatgichlarda yaratish mumkin. Uni saqlash uchun esa o'ta kuchli elektromagnit maydoni zarur. Bugungi kunga kelib, fiziklar faqat antivodorod va antiyelini sintez qilishga erishgan xolos. Og'irroq kimyoviy elementlar haqida hali gap ham bo'lishi mumkin emas. Sun'iy yaratilgan antimateriya miqdori ham o'ta kam bo'lib, ular atigi bir nechta atom va yadrolardan iboratdir. Qo'shimchasiga, ularni magnit qopqonlarida atigi bir necha soniya ushlab turish mumkin. NASA ekspertlarining baholashicha, 1 gram antivodorodning narxi $62,5 trillion ni tashkil etadi. Demak, hozircha annigilyasiya energiyasidan sanoat miqyosida foydalanish haqiqiy fantastika. Bu muammolarning barchasi olimlarni koinotda simmetriya qonuni nimadir sabab bilan buzilgan degan taxminga olib keldi. Ehtimol, koinot paydo bo'layotgan lahzada modda va antimateriya miqdori deyarli teng bo'lgandir. Ammo ulkan annigilyasiya jarayonidan so'ng faqatgina biz bilgan oddiy modda tirik qolgan. Aynan mana shu omon qolgan zarrachalardan biz ko'rib turgan va bizni o'rab turgan butun borliq tashkil topgan. Endi sizlarga haqiqiy fizika jumbog'ini aytib beramiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Illinois shtatida joylashgan Fermi milliy laboratoriyasida 8 yil davom etgan Day-Zero tajribasi nihoyatda qiziq natijalarni berdi. Xalqaro olimlar guruhi proton va antiprotonlarning 100 trillion martadan ortiq to'qnashuvini diqqat bilan kuzatishdi. Natijada annigilyasiya jarayonida hosil bo'lgan mionlar soni antimionlarga nisbatan taxminan 1% ga ko'proq ekanligi aniqlandi.
Bu esa shuni ko'rsatadiki, yangi zarralar paydo bo'lishida fundamental nomutanosiblik mavjud. Ya'ni oddiy modda har doim antimateriyadan ko'ra ko'proq miqdorda hosil bo'ladi. Eng qizig'i shundaki, bu g'alati hodisaning hali ham aniq ilmiy izohi yo'q. Bu sirli jumboqning yechilishi esa insoniyat uchun butun olamni anglashga tashlagan ulkan qadami bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va izoh qoldiring. Agar qaysidir ilmiy mavzu sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, uni ham izohlarda yozing. Balki aynan sizning izohingiz keyingi videolarimiz mavzusi bo'lar. Yana Fantech kanalida ko'rishguncha